Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buyuk Karavan jamoasi tomonidan qurib bitkazib berilgan sovutgich omborlardan birini sizlarga yaqindan tanishtirib o'tmoqchimiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi obyektimizga yetib keldik. Hozir bu obyektimizda mana obunachilarimizga sovutish bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Bu joy obyekt nechinchi yil qurib bitkazildi? Joyimiz boshlanishi 2017-yilda qurilgan. Mana shu Karavan jamoasi orqali qurilgan. 2017-yilda bu binomiz qurib turgan, bu binomiz qurilgan. Talablarga binoan bu 100 tonnali, talablar 50 tonnalikka ko'payib ketgani sabab 2021-yilda bu tomonimiz qurilgan. Bu yog'ini qurilgan. Bu 10 talik, bu yog'i 25 talik. Namangan viloyati bo'yicha 3200 tonnali halada nima shu hozir bo'lganda. Viloyatlar bo'yicha ham shu hozircha. Shu biz xizmat ko'rsatamiz. Xizmat ko'rsatish nimamiz oylik to'lov asosida xizmat ko'rsatamiz. Mavsumiy, ya'ni mavsumiy deganda uzum mavsumida uzum, xurmo mavsumida xurmo, gilos mavsumida gilos mavsumida qilamiz. Yani ko'rib turganingiz shu katta obyekt, yer maydonimiz 3-4 gektar. Mana sekin-sekin hozir ichkariga kirib, marhamat ichkarida qolgan joylarni ko'rsa bo'ladi. Bu 100 tonnali nimalarimiz, xonalarimiz bundan birini eshitdi. Ya'ni buni tizgu 25 ta bu yoqqa ham kiramiz. Savollarimiz bo'lsa, mana marhamat ichkaridamiz. Moqchi bo'lishadi, lekin qanaqadir shunga yangi ishlar olmoqchi bo'lganlarni tadbirkor sifatida siz nima tavsiya qilyapsiz? Tavsiya endi birinchi o'rinda qo'rqmaslik kerak. Birinchi o'rinda shu, ikkinchi o'rinda joyiga to'g'ri tanlab bilish lozim. Ya'ni shaharga qo'ysangiz bo'lmaydi. Nega u yerda daraxtlar yo'q, ishlab chiqarish nimalari ko'p, lekin mavsumiy nimalari yo'q. Transportyor olib borish qimmatga bor. Shuning uchun menimcha to'g'ri tanlov shu Unsturga bog'lan o'rtasida, ya'ni tumanni, viloyatlarni to'g'ri tanlash bilish lozim. Biz mana o'zi To'raqo'rg'on, bu yog'i chust, pok, oson o'rtada. Bizda avtotarozi bor, qulayliklar ko'p. Gostinsiya xizmatimiz bor. Talablarga binoan qurganmiz bu narsalar. O'zimizdan bir tashabbus bo'lmaganda shu talab qilishga shu qurganmiz. Yani avtotarazimiz, gostinsiya, city etap bo'yicha 17-yillar 21-yilgacha shularni tashkil qilganmiz. Tadbirkorlarga nima deymiz? Tadbirkorlarga cho'chimay, olg'a bosib, bu narsani chiroyli boshlasa, ancha yomon bo'lmaydi. Mana quraylik va bu yoqlarni ham boshlanishiga endi to'g'ri qiyin bo'ladi bu narsaga. Asli cho'chimay boshlayverish kerak. Bu turganimizda asosiy bu sohada tok, ya'ni uzluksiz tok ta'minoti bo'lishi kerak. Bizda hozir 2 ta liniya plus generator dvijoklarimiz bor. Orqaga o'zi o'tganimizda ham ko'rsataman. Asosiy shu. 2 soat, 3 soat atrofida tok uzilib qolsa, mevalar ayniydi. Qaladilmayman deydi. Sizda ham shunday biznes turiga qiziqish bo'lsa, unda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Buyuk Karavan jamoasi sizni muammoingizni hal qilib beradi.